Kattalashtirib ko'rsatuvchi asboblar haqida gaplashamiz. Bularga birinchisi lupa va keyingisi mikroskop kiradi. Lupa bu eng qadimgi va eng birinchi kattalashtirib ko'rsatuvchi asbob hisoblanadi. Lupalar preparatni ichidan 20 martagacha kattalashtirib ko'rsatadi. Lupalar hozirda ikki xil turi bor. Qo'l lupasi va shtativli lupa turlari bor. Qo'l lupasi bu 2 dan 10 martagacha kattalashtirsa, shtativli lupalar 20 martagacha kattalashtirish xususiyatiga ega. Sabab shtativli lupada ikkita linza bo'ladi. Mana shtativ va bu linzalar joylashuvi ikkita linza borligini hisobiga qo'l lupasiga nisbatan kattaroq ko'rsatadi. Va lupada ikkalasida ham, qo'l lupasida ham, shtativli lupada ham faqat hujayralarni tashqi tomondan ko'rishimiz mumkin. Bunda asosan tarvuz, pomidor hujayralari va qisman piyoz, po'st hujayralarini ko'rishimiz mumkin va tashqi tomondan ko'rishimiz mumkin xolos. Endi hujayraning ichki tomonlarini ko'rmoqchi bo'lsak, bizga mikroskop kerak. Mikroskop ikki xil bor. Yorug'lik mikroskopi va elektron mikroskoplar bor. Yorug'lik mikroskoplar hozirda 2000 martagacha kattalashtiradi. Elektron mikroskoplar bo'lsa 200 ming martagacha kattalashtirib ko'rsatish xususiyatiga ega. Nimaga yorug'lik mikroskopi deyiladi? Yorug'lik mikroskopi deyilishiga sabab tasvir yorug'lik nuri ishtirokida hosil bo'lgani uchun. Elektron mikroskop deyilishiga sabab tasvir elektronlar oqimlari yordamida hosil bo'lgani uchun elektron mikroskop deyiladi. Xo'p, yorug'lik mikroskopning qanday qismlardan iborat? Birinchisi, biz qaraydigan joyimiz bu okulyar hisoblanadi. Bu yerda linza joylashgan bo'ladi va linzada raqamlar joylashgan bo'ladi. Masalan, 10x degan raqam joylashgan bo'ladi. Va linza tubus orqali tushib turib, pastdagi linzalarga bo'linadi. Bu yerdagi linzalar 1, 2, 3, 4 ta hokazo ketaveradi va bu yerdagi linzalarda ham raqamlar bo'ladi. Deylik 10, 20, 30 degan raqamlar bo'ladi. Bu okulyar bo'lsa, bu obyektiv hisoblanadi, bu esa tubus hisoblanadi. Va bu shtativ orqali stol chekkasiga qo'yganimizda tagligi bo'ladi. Bu qism shtativ hisoblanadi. Ushlash uchun xizmat qiladi va bir-birini biriktirib turish uchun xizmat qiladi. Va stolga qo'yishimiz uchun bu taglik hisoblanadi. Va shtativdan buyum stolchasi chiqqan, buyum stolchasi va buyum stolchasining markazi teshik bo'ladi, sabab bu yerda ko'zgu bo'ladi. Ko'zguga tushgan nur mana shu teshikcha orqali buyum stolchasiga yo'naladi va bu yerga buyum oynasini qo'yib turib, biz mana o'sha preparatni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mikroskopimiz necha marta kattalashtirishini qayerdan bilamiz? Okulyar va obyektivdagi raqamlarni bir-biriga ko'paytirsak, ko'rayotgan preparatimiz necha marta kattalashtirishini bilishimiz mumkin. Masalan, bizni okulyarimizda 10 raqami bor edi va obyektivimizda 20 raqami borga qo'ysak, 10 ni 20 ga ko'paytirsak 200 chiqadi. Demak, biz buyum oynasida ko'rayotgan preparatimizni biz 200 martagacha kattalashtirib ko'rayotgan hisoblanadi. Va obyektiv preparatdan asosan 4-5 mm masofada joylashgan bo'lishi kerak. Va shu obyektiv preparat masofasini yuqoriga pastga ko'tarib turadigan narsamiz bizda makrovin hisoblanadi. Makrovin yuqoriga va pastga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Va bundan tashqari kichikroq mikrovintimiz bor. Mikrovintimiz bizga tasvirni tiniqlashtirib yoki xiralashtirib, ya'ni ko'zimizni zreniyasiga moslab berish uchun xizmat qiladi. Xo'p, shu kattalashtirib ko'rsatuvchi asboblar edi.